Ekranlıqı qadirli görmənlər, yaxşımısınızlar? Diqqətinizdə bolayotqan Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarqıtış çəkiliş şirkəti işləyən Şinjan Qaydo Yeməklik Soda çəkiliş şirkəti tajdarlığını alğan Sabah Köy proqramısı. Mən riyasətçi dostlar Nazgül Tursunjan. Bugünkü səhnəmizdə mənim şu çaqnab turğan çiraylıq çolpanımız bolsa, Asiyagül, Aziz qarşılamız Asiyagül. Rəhmət Nazgül. Qani, ekranlıqdakı dostlarga salomlarınızı yollayıramsınız. Salam ekranlıqdakı barcha aziz dostlar. Həmənlər bilan bu şu sabah səhnəsi arqalıq yüz görüşkənligimdən to'liq minnətdarman. Rəhmət, qarşılamız. Sabah Köy proqramımızı görüyotamsınız. Görüyotaman, izchil görüyotaman. Şunda yaxşı bo'pti bu proqramma. Şunda qiliqi so'yindigan taraflari jiqda. Ha, naqshchilar uchunmi o'zining yangi naqshlarini e'lon qildigan shunda bir yaxshi sahna bo'pti deb o'yladim. Şuna bugün balkim o'zingizmi qatnashib, pek hayajonlangan bo'lishingiz mumkin. Shunda xush bo'ldim. Biz bunday xursand bo'ldik. Endi Asiyagülga diqqat qilsam, asosan xalq naqshlarini o'rindab kelyapsiz. Shundaqa. Endi qanday bo'lib o'sha xalq naqshlarini aytishga amroq bo'lib qoldingiz? Ha, men kichigimdan shu ota-onamning ta'sirida bizning shu oila sharoitimiz shu bir san'at oilasi. Shu dadam, opam o'zi chelib, o'zi naqsh aytib degandek shu oila muhiti menga ta'sir qilgan. Keyin san'at maktabida o'qigan bo'ldim, o'qish bitirib muqamga xizmatga tushdim. Shu xalq naqshlarini, muqamni shunchalik yaxshi ko'rib, hozirgacha tirishib kelyapman. To'g'ri aytdingiz. Endi mening o'ylashimcha, shu ijodiy kuylarni o'rindashmi albatta tez. Lekin endi shu quloq singib ketgan xalq ahanglarini, agitma puroqlarini to'liq elib o'rindash balkim sal mushkul bo'lishi mumkin. Ha, tez haqiqatan. Undaqda bu jarayonda o'zingizga ustoz tutgan san'atkorlarimiz bormi? Bor. Mushu san'at maktabida o'qiyotgan vaqtlarimda, Aqsu san'at maktabida bizning faxrlik tavarruk san'atkorlarimizdan Paşa İşan ustazımız, Kucha naqshlarining peshvosi bo'lgan Risolat Hafiz ustazimiz, Sanavar Tursun ustazimiz, Vali Davud ustazimiz qatorliqlar. Shu men o'zim eng yaxshi ko'radigan, ovozini, naqshlarini yaxshi ko'rib, suyib anglaydigan san'atkorlarimiz. Demak, siz shularning naqshlarini anglash jarayonida o'zingizga yetarsizliklarni texim to'liqlab, hozirgidek bir mukammal holatga kelguncha tirishib kelyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Amsa bizning Sabah kuyimizda hammalarga aydin bo'lgandek, kunda bir yangi kuy ko'rmanlarimizning diqqatiga sunilyapti. Bugungi kuyimiz, bugun ko'pchilik ep kelgan naqsham bo'lsa, Mehribonim ota-onam temizdagi kuyimni ep keldim. Bu xalq ahangi. Muzikasini akkordlashtiruvchi Asqar Muxtar. Nayt chiroyli bir kuy bizni kutib turibdi. Qani, birlikda anglaylik.
baştır bir aziz qarindoshdir Asigil toluma chiroyli bir naqshini o'rlab kelibsiz. Nayt xursand bo'ldim. Demak, endi sabah kuyi sahnimiz mana shundoq yangi ijodiyatlar va ijodiyatchilar uchun ham shundoqla naqsha jihatdan o'ziniki talanti bor ham ma'lum saviyaga yetgan naqshchilar uchun ham ustoz san'atkorlar uchunmi o'z naqshlarini ijodiyatlarini e'lon qiladigan nayt chiroyli bir sahna bo'ldi. Shuningdek, mush jihatda izlanayotgan bizning naqshchi san'atkorlar va havaskorlarimizning o'zining yangi kuylari bilan sabah sahnamizning o'rin olishini yanada samimiy tavsiya qilaman. Asigul, bu naqshingizda haqiqatan mehribon ota-onalarimiz bek chiroyli kuylandi. Ota-onalarni qancha kuylsakmi tilimiz yana ajizlik qiladi ekan. Shundoq. Yana yangi kuylaringiz bilan davomli kelib turing bo'lamda? Bo'ldi. Endi Asigul bizniki har san programmamizni har xil shirkatlar qo'llab kelyapti. Shuningdek munosabatlar sabah kuy programmamizni izchil qo'llayotgan barliq shirkat korxonalarga yana bir qitim rahmatimizni aytamiz. Bugungi sahnamizdagi bizning qo'llovchimiz bo'lsa, yana tajdorligini olgan shirkat sizga nayt tunishliq. Qaysi shirkatga? Qaydaning maslahatlarini siz ishlatib baqqan balki. Albatta, bek yaxshi ko'raman. Oildan uzmaymiz-da buni. Masalan, qaysi maslahatlarni bekrak ishlatsiz? Tetit qo'llari, masalan, tetit qo'llari, ana qiyami, laz qiyami degandek. Bular izchil yana tirishib yangi maslahatlarni chiqaribdi. Mana hozir qo'limdagisi bo'lsa, qaydu samsaq tamlik yog'mosh deydi. Endi biz uyda doim shu yog'mosh yana lazjang tayyorlagan vaqtimizda ba'zi vaqtlarda ashtaq samsaqni silvetida otalarimiz va qarsoq opalarimiz. Demak, endi qaydo shirkati shu uyimizga shu tanni bizga mana o'rab qachlab tayyor qilibdi. Shuningdek, qaydo shirkatininki bu maslahatnoma yurishlik maslahatlar qatorida yana bozor tepishiga tilakdoshlik bildiraman. Asigul, undaqda sizga rahmat. Rahmat Nazgul. Qadrli do'stlar, atki yangi kuyimiz yana davomli huzuringlarda bo'lg'isi. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh.